Buni yo'llayasiz. Qanday ahvolingіз Amina? Emin, sizni ko'migili ish kapti bo'lay dedi. Xotin olaman deb ovqatni tashlab etdingizmi? Undaqmi emas. Avval malni topshirib oling. Keyin parangizni shayli, ha? Qarang sizni. Hadisli malning gapini qilasiz-ku. Do'konga kirib bir piyola choy iching, o'zimni o'g'irlab ketarmikin deb ansirayotam sizga. Roshangiz? Men bo'ldingiz? Dadovlig'am bo'ldingiz. Nima? Bo'yingizni qaptimi? Acaba o'z pushtimizdan tamg'an bolamiz bo'lishni umid qilmamsiz? Ha. Umid qilaman. Shunisi nima demoqchisiz? Sil baldirmikin? Baldir deysiz-ku. Biz to'y qilg'ili 2 yildan oshdi. Shundaq. Xapoma. Ha? O'zingizni asrang. Nima yegingiz kelgan bo'lsa, shuni akab beray, ha? Yuring. Mana kerak nima ish bo'ldi? Men kishmishdan qachilayotgandim. Bu kimning bolasi? Tuyuqsizda birsi ishim chekdi. Berib ishni olsam, ishning oldida bu bola turdi. Ko'tarpimga qarsam, yo'lning do'ximishida bir ayolning dumisini ko'rib qoldim. U ayol qizil pikap o'ltirib ketdi. Bu bolani qanday qilamiz? Buni Emin, bu vaqtni akab qo'ygan ayol cho'qim jaraqlab ketmadi. Darhol berib izla. Ma'qul. Emin, bu yer bir parcha xat bor ekan. Ha? Men izlab boqay. Eminjon. Balam.
bu xatni qizil pikapda o'ltirgan bir ayol sana berib qo'yishimni degandi. Rahmat jona. Bak şığılmang bo'ldi. To'xtab qo'ying, bo'ldi şığılmang. Bo'ldi. Şığılmang. Hay, tap oldingizmi? Tapam. Endi qanday qilamiz? Yo'q, şığılmang. Uni birdan jimitsingiz qanday? Bo'ldi. Bu bolani keyin qanday qilamiz? Hozircha uni beqib turaylik. Menmi ig'ir yaqtirsam. Nemish qahnon bolasini beqib olamiz. Men qaytib kiray. Hey. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang, bo'ldi. Birdan yetib turing, jimohat. Mana keldim, yig'ilmang. Yig'ilmang, mana. Oppoq, yig'ilmang, axan, yig'ilmang. Oy. Men yengiydigan vaqtim yiqilishib qoldi. Bu bolni qanday qilamiz? Vaqtida bir amal qilmamsiz. Mehmondaq tugmaydigan gap bu. 20 yil bo'lay deb qoldi. Yana shu gap. Men shahar kirib chiqay. Har qancha avrash bo'lsin-mi? Aytib berib qolmamsiz. Emas. Ay. Meni öz apamnikin deb qaldingiz. Öz apangizning nahadligini texib bilmaysiz. Mübarek bo'lsin. Ayolimiz taqlandek bir o'g'il tug'di. Ha? Rahmat. Arzimaydi.
mana. Budak. Dadasi, balaga ism qo'ymamsiz. İsmini Musa qo'ysak qandaq? Siz bo'lamdi? Siz balaning dadasi bo'lgan ekan, mayli, sizning deganingizcha bo'lsin. Emin, men hajab tonglab ketyaptimi? Sizmi tongladingizmi? Yo'q. Ro'shangul, nahiya kirib chiqay, ish chiqib qoldi. Emin. Bugun mijozim yo'q. Erta bosingiz-chi. Kishmish to'g'riliq so'zlashadigan ish. Bu fursatni o'tkazsam bo'lmaydi-da. Sirtqi chiqib azroq ishim bor. Opamning mijozi yo'q, tezroq qaytib keling. Bugun akşam qaytib kelamasligim mumkin. Dadınız ketdi mi? Sizlarga tamoq etib beray. Siz chiqib hukmingizni tepib ko'ring. Topshiriqlar ishlamay. Talatil şuraydı. Tazımı bir oyun kayıp balı oldu. Onunla işencim yok. Apa, siz mıtırlamayı kim yedin? Ben ufkamla tepip kırıp sizge tamak etip baray. Siz de küçük. Tamak edemeysiz. Apa, ben sizin tamak etkininizi görüp ikini vakandım. Apa, siz buradan aram ep durun. Ben ukamla tepip kırıp sizge suikaş etip berme. Ay. Aca, bugün ben asmanda aeroplanın uçup ötkinini kördüm. Ben bu çoğun boğanda poyizga, aeroplanga olturup paytaxtimiz Beijing'e bara alamdım. Ukam, yaxşı opop, apam dadamның gepini anlasanglar, muallimning gepidan chiqmasanglar, çoğun boğanda belim egisi bop, aeroplanga, poyizga chiqib paytaxtimizga bara alaysan. Oycan. Apa ne buldunuz? Apa kızın ol tek düşmepti o. Ben doktor çağırıp geley. Bostan. Ben berdaşlık bereleyim. Tan assın. Andan bir gap bola. Apa, ensirmem. Ben kurban doktorunun kızı bilen bekle yaxşı dost. Ben ulanın uyuya
Belikingizni chiqaring. Bostan, bir piyola qaynoq suv keling. Men dori beray. Apangiz vaqtida ishib olsin. Bu dorini içib etsingiz, kechilingiz biraz yaxshilanishi mumkin. Biroq, ata cho'qim shaharga kirib balni istayotmisingiz bo'lmaydi. Yelim yaxshi, Bostan qizmang vaqtida xabar qilibdi. Qizmangiz bundaq o'rlavasa, cho'qim yomon oqibat kelib chiqadi. Rahmat, Qurbon doktor. Bostan, şehir kirib chiqdingizmi? Apamni palnisini hep chiqqan, uyga ketyapmiz. Keltirib chiqan o'ynayli. Men apamga qaramasam bo'lmaydi. Xo'sh, endi apamizga o'tdan qarama. Ma'qul. Ro'shangul. Tun 20dan oshdi. Nemishqa hech uxlamadingiz? Emin. Sizdan bir gapni so'ray. 10 yillik ar-xotinchiligimizning yuzini qilib bo'lsinmi? Rost gap qiling. Nima ish? Hilqi qizil pikapda o'ltirgan ayol bilan nima munosabatingiz bor? Qaysi ayol bilan? Mug'ambarlik qilmang. Bugun tushdan burun daryo bo'yida bir ayol bilan gaplashib, kulishib turganingizni ko'rdim. U ayolmi? U mening shaharga kishmish o'tkazganligimni anglabdi ekan. Shunga soda to'g'riliq bir necha ig'iz paranglashdik. Biz ayollarning to'yg'imiz to'g'ri chiqdi. 10 yil o'tibdik. His qilishimcha sizning oshnangiz bor ekan. Nima deb cho'ylayapsiz? To'liq quruq gap qilmay. Uxlang, ha? O ayol bilan so'zlashgan chog'dagi hissiyotinglar odatdagi tanishlardek emas. Menga rost gap qiling. Bo'lmasa, men aniqlamay qo'ymayman. Nima? Kesib aytalaymanki, 12 yilning oldida Bostonni bizning ishning oldiga tashlab qo'ygan ayol dal o'zi shu. Gap qiling. Boston ishqinglardan apreda bo'lgan bola, shundaqmi? Ishqinglardan nikohsiz tug'ilgan. Bu bolani menga akab berib, menga boqqizib, meni shundaq bozak qilamsizlar. Nimalar deb jo'ylayapsiz? Beshimni og'ritmay uxlang, ha? Emin. Emin, chaqirig'ini sayrab ketdi. Emin.
qo'shimni qo'shib qo'ying. Boshqalardan anglasam, qiz bola qo'shimni qo'sh bo'lsa, ota-onasidan mangu ayrilib ketmaydi ekan. Meningcha, yanala ayrilib turgan yaxshi. Buni kiyib sizni shaharga aparaman. Pek yaxshi bo'ldi. Men borma. Sen damaysa. Uyda qilib, topshiriqlaringni ishlab tugat. Kechdi kelib. Topshiriqlarni tekshiraman. Apa, kimni so'rayapsiz? Bir odam. Kimdi u? Men izdish beraymi? Kichik bola degan, aralashmaydigan. Apa, siz meni bu yerda saqlab turing. Men hozirla kelaman. Hada, bu yoqqa keling. Nima olasiz? Bu yog'liqni ko'rib baqsam bo'pti ekan. Apa, bir biroz orom olaylik deb kelib ketdim. Ma'qul. Apa, bu tug'ilgan kuningizga degan sovg'atdim. Nima? Tug'ilgan kunim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunim. Bugün mening tug'ilgan kunim. Dadamiz tug'ilgan kunimni unutib ketdi. Musaning bunda qishlar bilan azaldan kori yo'q. Sizlar unutib qolmabsiz. Nima uchun sizlar unutib qolmaysiz? Mening boshqa armanim yo'q. Pul tepib boy olishni o'ylamayman. Men faqat biz bir oila kishilarni o'tishni o'ylaydim qaraganda. Bu oddiy umidim amalga oshmaydigan o'xshaydi. Apa, ko'nglingizni yerim qilmang. Sizga olgan so'g'itdim yarg'an bo'lsa bo'ldi. Mana yaradi qizim. So'g'atgan pulni nereden topdingiz? Bu pulni da'vatamsiz o'tgan qitim do'stlarim bilan ujmilikka berib, ujmi terib sotgandim. Akıllı kızım.
bo'ladigan o'xshaysiz. Sen bugün neymiş kıldın? Ha? Git kıla. Mektepten kelip ötüp qarsam, ular su oynab ötüpken birden qarab turdim şu. Mektepke bağmadın mı? Fadim, işemsen ulardan sorap baqa. Hocam. Vahimini seyretmez oğlum çağırıptı. O da 3 gün mektepke bağmazsa. Abba, benim mektepte okugum yok. Ben neyini günah kılgan boğaydım. Ekrem! Emin. Bugün yeni bir yere baramsız. Teklergi su koyduğunu hop kaldı. Özüm yalğız. İçemeyvadım. Ciddi iş battı. 2 gündü kelime. Kolumnu tutup kasam kaldınız. Unutup kaldınız mı? Unutup kalamdıgan. Ben işlemeymen demedim bu. İşlep durun. Qanchalik suğarsınız meyli. Qarını ben kelip suğur ötemen. Ha? Ben sizge hoş haber etip geldim. Nemi hoş haber? Menin arzuyum amalga oshdi. O'tibsizmi? Qaysi maktabga? G'arbiy Diyar universitetining qonun fakultetiga. Pek yaxshi bo'pti. Ailemizin oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Kentimizdan bir oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Apa, men de hoş bo'lib ketyapman. Men cho'qim oliy maktabni tirishib o'qib advokat bo'laman. Maxsus ziyonkashlik uchirgan kishilarning g'amini yeyman. Qizim, o'pin. Men har qancha jafo taslam, sizni oxirigacha o'qitaman. Apa, men sizning mehr shafqatingizni unutib qolmayman. Umidingizni cho'qim aqlayman. Adam bormi? Jiran qizim. Kimdi bu? Voy, qanday ahvollari? Undan to'limi? Qani, kirsizlar. Qani, kirsizlar. Bo'ldi. Nishatda o'ltiraylik. Voy, yo'q, sektorda kiraylik. Bo'ldi, nishatda o'ltiraylik. Qizim, ko'pin keling. Qani, keslar. Kızım, çay demlama. Bak, bo'ldi, avar bo'lmanglar. Bir piyola çay ichib keslar. Bo'ldi kızım, avar bo'lma. Men hozirlik qaytaman. Quruqchi keslar septimamda. Bo'ldi. Eminning deyishicha, bugun Bo'ston qizning 18 yoshga to'lgan xotiri kun ekan. Men sizlar bilan birga 17 yildan beri sudda sheriklashib kelyapman. Bugun bu tarafga o'tgandim. Shunga Bo'stonga astili ko'nglimni ifodalab qo'yay deb keldim. Qimmat so'g'atma emas, bir tal zanjir. Kızım, ishkimiz sizlarga nima deb rahmat aytsak bo'la? 17 yildan beri bizga ko'p yordam qildilar. Bu sovg'atni qandoqmi qabul qilamiz? Buning qari chaqliq, takalluf qilma. Bo'ston, bo'yningizga taqab qo'yay. Bu rahmat acha. Rahmat. Kızım, nem degan baxtlik.
Bugün onun tug'ilgan kuni. Qizim yililah oliy maktabga qabul qilinganlik uqtirishini topshiryapti. Xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. Shundaqmi? Sizni chin dilimdan tabriklayman. Shuncha yil sirtda yurdingiz. Yurtingizga qaytib kelib, bir kun turmayla mehmon saroyga berib oldingiz. Ko'nglingizda menda xotiningiz bormi yo'q? Uyda ko'p turib olsam, bu sodini qilmayman. Shundaq sizga og'irchilik deb berman. Men yana xotin ikkimizdan deb shunday qilyapman. Ko'nglim to'yib turyapti. Sirtda cho'qim boshqa bir ayol bilan birga turyapsiz. Yolg'on gap qilma. Bo'ldi, o'z gapimizni kelaylik. Hozir odam yetishmayapti. Darhol ishonchli birsini topsangiz. Agar ishimiz oshkoralanib qolsa, yeniroq bo'lsa turmada yotimiz, egriroq bo'lsa qolimiz ketadi. Yana menga hojitingiz tushdimi? Ne bunday yot odamdan gap qilasiz? Topgan pulda siz uni nesingiz bor? Bo'ladi, menga biroz vaqt bering. Yordam ishilgan odamni topgandan keyin amal qilib uni chekkizib o'ting. Biz uni tezgilab tura olmaymiz. Bo'ladi, bizda taqay. Kete! Kaplan göç şortçu! Göçep gidin, kaplan göçe, kaplan göçe! Emin! Emin! Sen yeve gel, ben hazırlık ilmen ha. Yaxshimisiz? Jo'roq tomoq yemamsiz? Bo'ldi. Mehmon keldi. U kim? Ha. Mening o'g'lim Musa. Bo'yi tas qamlashqanki. Nadi pul topyapti? Nadi pul topyapti? Uyda bekor yurdi. Mehmon çay söyle. Hay, yaqindan beri kimlarga kishmish olib beryapsiz? Hajatman tarafga borib qoldingizmi? Ha, yaqindan buyon aldirashib qoldim. Shunsiz tarafga o'taman. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmaylik. Hay, do'konimda odam kamchil. Eğe 600 so'm beraman. U men bilan birga ishlasin. Bo'ladi. Uningga nazaringiz tushgan bo'lsa, uning ta'liyi. Sizga rahmat etishim kerak. Amisa, shundoq bo'lsin. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'jayin, siz bergan narsani topshirib berdim. Hujjat mana. U menga telefon berdi. Yaraysan. Hujjatni Tursunga bersang bo'ladi. Ma'qul. Tursun. Malni tushirib olib arameylanglar. Musani o'ptaraq kutib qo'y. O'pta. Tamoq chek. O'zimnikini cheki. Qani, bevish rahmat. İçmeysen ko. Muhorkini o'rab, avaro o'g'cha, bunchika. Bunchak. Bo'ldi, rahmat Tursun aka. O'zimnikini cheki. Bo'ldi. Tursun aka. Bu tamaka rastli yaxshi ekan. Keyfi bor ekan. Bu shundoq tamoqni chakin kelsa, meni izla. Musa! To'xta. Ne ko'rsa? Mushu holingga motosiklet minmoqchimi texi? Jiningda to'ygan o'xshamamsa? Jinimda Tursunning uyida bir narsa unutilib qolgan, akla bo'laychi. Qanday muhim narsa u?
Әті бағын. Canım dada, beni bağıl koygun. O nesini ekili olay. Bolamdı canım dada. Beni apağın, ötünüp kılay. Canım dada. Beni apağın. Bak mühim nersidi canım dada. Ötünüp kılay. Boludu. Ben apıray. Жүрем sen. Rahmet. Oğlum Musa bu yerde zehir xumarını juqturib aptı. Bu zadı nima iş? Men qandaq bilay? Men bu helali sezib qaldım. Onun xumarı tutsa Tursun'un yeniği berip zehir alıdı iken. Acaba kol astınızdakiler zehir çekse bunu bilmemsiz? Musa'ğı zehir çekizişke Tursun'u siz küşkürttünüz o deymen. Ulağı pul berip işimge seylevatdı men. Biroq ulağı keç gündüz hemrah bulanmayman da. Balınız davamlıq bu yerde işleymen dese işleyversin. İşleşni halamsa başka atan tabimen. Bildiniz mi? Hayır hoş. Sen? Hey! Yusuf Ustam, yeni bir işçi geldi. Bu işçini siz dışarı tık verey. O berak öğütüp koyun. Bak. Hoş emsi. Gel, gel, otur. İsminiz nima? Nerede otursiz? İsmim Roşengül. Komkent'de oturumen. Oymachilik kasbi japadan qochmay uygansingizlar tas emas. Qarasam chivar ayolkansiz. Menimcha cho'qim tizlar o'rganib ketalaysiz. Mağa bunchilik ishonganingizga rahmat ustam. Cho'qim tirishiman. Uyingizda yana boshqa odamlar bormi? Etizariq ishlarni qanday qilasiz? Qizim G'arbiy diyor universitetining qonun kasbida o'qiyotgani 3 yil bo'ldi. Erim aldirashli yuriydi. Lekin uyga pul kirmaydi. O'g'lim kun bo'yi lag'aylab yuriydi. Yana oq chekishni o'rganyapti. O'zimdan qolgan asli kirmam hech nimaga dal bo'lmaydi ekan. Yezimizda o'ymachilik zavodi qurilibdi. Uyimga yaqin ekan. Shunga kuchimning yetishdi ishlab pul topay dedim. Tez kuniga qopsiz. Obdan ishlang. Texnikini yaxshi egallab, japadan qochmasingizlar. Zavodimizdan kirmimi? Har hol yomon emas. Estağfurullah. O ne? Zehir taşlatmış orna apır pereyle. Zehir taşlatqızış üçün az degende 5 milyon yen ketidi. Bunchilik pulni biz nereden topalaymiz? Emin. Motosikletini seti üteyli. Onu hayli puluk satalaymiz. Öyümüzde. Onundan başka pulga yargıdak nesi yok. Balının bundak azaplanışına çidap duramadım. Ma'qul. Ay, Emin aka. Men bo'ldingiz. Alpazınız bekli qo'rqinchli. Musa yaxshi qolgandi. Hammasi senin kasaptın. Musa keçiden beri bek qiynalib ketdi.
Öyde hiç qaysimizga aramçılık vermedi. Mağa xap olmay 5 ming yuan qarz berip durgan. Men onu zahar taşlatquzish o'rniga opirib beray. Mening tijoratimmi kasatlashib qoldi. Onchilik pulni sizga nerdan tepib beraman? Amine, aqlitingni o'ylab ish qilgin. Balamni ozdirib, zahar chekkizdim. Ustingdan arzi qilmaganimga xo'sh bo'l. Asli bu pullarni sen to'lashga tegishlik. Biroq men sendan o'tni so'rab kelsam, bana ko'zitib berib turishga unmayapsan. Meni majbur qilay demsan, men har qanday ishni qilishda yonmayman. Voy, Emin aka. Bizning 10-20 yillik munosabatimiz bor. Menga shunda qo'pollik qilsangiz, ko'nglim yerim bo'ladi ekan. Sizmi o'tni olmang. Bir ishim bor. Qitbasangiz, tatanaqingiz uchun 5 ming yuan beraman. Nima ish? Qonunga xilof ish emas-ku? Boshqacha o'ylab ketmang. Birisiga xotandan bir parcha qosh-tish akeldirgandim. Sifati nacharkan. Menga yaramadi. Siz aeroplan bilan xotanga berib, qosh-tishini almashtirib akab bering. Konkret ahvollarni men sizga deb beraman. Ma'qul. Andaqda barliq chiqim sendan bo'ladi. 5 ming yuan naq bersan. Emas bekitdiq. Ati berib aeroplan bilet e'lon. Qarang, sizlarning yurtdagi yakki tijoratchi Amina Tosh bizning maktabga 20 dona kompyuter taqdim qildi. Yurtimizdagi kishilarning ong saviyasi xil o'sibdi-jimi, hatto yakki tijoratchilarmi ma'rif ishlarini qo'llab yetibdi. Voy. Nima? Mashina desi, u tirikmi? Ip kelgan molchi, uni ayt qimmatbaholik moldi. Endi xotirjam bo'ldim. Qaysi doktorxonada? Bo'ladi. Men hozir boray. Xalqning ishini qilaman deb bir putingizni sundiryapsiz. Asli davolanish haqqini ular to'lish kerakdi. U zodi kim u? Gap qilsangiz-chi. Ha, bo'ldi-la, so'ramayli qo'ying. Bo'ldi. Men so'ramay. 3-4 oy yotibsiz. Agar kesilingiz qayta qo'zg'almasa, u ish bo'lmaganda 3-4 oylik to'liqlama haqqini berish kerak. Siz yana ularni qo'g'dayapsiz. Doktorxonadagi chaqda bu talablarni uningga dedim. O bir yuzsiz odam. O berib vaqa sodir qilgan shopirni top deydi. O shopir mendimi ig'ir yaralangan tursa, men uningga nima deyman? Bo'ldilar, meni nasib etibdi. Ro'shangul. Men sizga yuz kelmayman. Hajat yaxshi bo'ldi. Ichkiriga berib jamiyat tekshirib keladi ekanmiz. Shundan qo'y pulni o'zimiz chiqaradi ekanmiz. Arziydi. Mushkamgacha Shinjongdan chiqib boqmabdimi? Uyga darhol xat yozib ota-onamdan pul olay. Postan, siz ajab xafa ko'rinasiz-ku. Dadam
Mashina hodisida yaralanibdi. Ukamni zahar tashlatqizish o'rniga olib berish kerak. Buningga pul ketadi. Oilamiz faqat opamga qarashliq. Opam etizlik ishlardan boshqa yana qashtish zavodiga berib ishlaydi. Bu qitimqi tekshirish xarajatini uydagilarga aytishga tilim bormaydi. O'g'il shundoq rost. Juringlar, mangayli. Juringlar. Kaynazga yönlüp yetinga. Ciddileşmen ha? Özünüzni boş koyuydun. Korkmang ha? Özünüzni boş koyuydun. Bo'ldi. Nedirman? Ayeda birdan o'ltirib eling. Voy, yana katsizg'u. Bir hafta ichida 2 qatim qon berdingiz. Sizga jon lozim emasmi? Qon berish tuzumini bilmamsiz. Buningdan keyin men sizni hargiz yo'liqtirib qolmay. Sizni saqlab turgandim. Sestra xanım, onun ahvoli qandayroq? Siz onun anısımı? Ha, yo'q, kechiring. Bekçi delishib ketibdiman. U G'arbiy diyar universitetining o'quvchisi. Ota-onasi bu yerda emas. Men bu qizning ota-onasi bilan tanishiman. Men nima qilib beray? Bemorning ahvoli xeyli og'ir. Qon bek ko'p chiqib ketgan. Shunga qon berishga to'g'ri keladi. Siz bolnitsaga yetish rasmiy o'tib keling. Bo'ladi. Ben bu yerden ötüp ketayotgandim. Sizni yo'qlab kirdim. Balam. Benim kızım. Qandayroq ahvolingіз? Əsirman apa. Bostan, obdan demeyiling. Men hem ishlarni o'rinlashtirib qo'ydim. Ro'shangul, sizni o'zingizni asrang. Qizimning holidan xabar olganingizga rahmat. Takalluf qilmang. Biz bir yurtliq tursak. Men ma'y. Ma'qul, xush. Bostan, siz yaralanib jiddiy qutqazish bo'limiga kirganda, o'sha ayol sizga 200 gram qon berdi.
Yaxshimisiz, xo'jayin? Meni izlaganmidingiz? Bu yerda bir qosh tishi bor. Sen onu odam tepib pishiqlab ishiltib ber. Men seni o'tda rozi qilaman. Ma'qul. Xo'jayin. Bo'ladi, men qilib beray. Sizning qanday talabingiz bor ekan? Masalan, bu olmani qosh tishi deyli. Buni mundaq o'ysan. Qosh tishi mushundaq pishiqlab ishlansin. Siliq bo'lsin. Yemlisa qilchi chanmig'idek bo'lsin. Yana bir gap. Buni qat'iy maxfiy tutsan. Ish bitgandan keyin 6000 yuan beraman. Qilamsan? Buni nimaga ishlatmoqchisiz? Buni sen so'rama. Bo'ladi. Men qilib beray. Oldin 1000 yuan zakalat pul berasiz. Chatoq yo'q. Degina. Bu qosh tishini kimga pishiqlab ishlatkizmoqchi? Apamga. Apam qosh tishi zavodining mahir texnik. Ikkimizning xiyoli bir yerdan chiqdi. Lekin opangga hargiz mening ishim ekanligini demaysan. Yana bir gap, zavodda ishlamay uyda ishlasin. Biroq bu ishni opamga qilsam, bu pulga erishamasligim mumkin. O'zingning xarajat qilish uchun men senga ham 2000 yuan beraman. 6000 yuan opangga bergin. Qandoq? Siz bekmerchimi xo'jayin? Men cho'qim yaxshi ishlayman. Roshangul, zavodda bir kun ishlagandan keyin uy kelganda dam olsangiz bo'lmamdi. Bunda qilsangiz chidamsiz. Siz uxlavering. Men birdan ishlay. Buni egisi oldir totidi. Bu kimning ishi? Bir chiroyli qosh tishi bo'yimini nemishqa bundaq o'ydirdikini? G'alit ish. Bu odam nimaga ishiltadi ekan? Ehtimol ichiga bir tavarikni soladigandir. Men bilmadim. Apa, sen ishni bitirib pulini olsang bo'ldi. Ortiq ish aralashma. 6000 yuan berdi ekan. Seni zahar tashlatqizaman. Ochangning ishkirga borgan xarajatini to'layman demasam, bundaq ansiz ishni hargiz qabul qilmaydim. Apa, sen bak sadıcımı. Ben texe ola bergen pulni az ko'ryapman. Ishlash, emgak qilish asli ochiq oshkor ish. Biroq biz buni o'g'ridek kechisi ishlab olsak. Apa, rasıl jiq gap qildi ekansan. Sirtda odam bormi yo'q? Chiqib qarab boqay. Mana bu ig'zini yelim bilan yemlab qo'ysangizlar bo'ladi. Höneri bo'ladi ekan, menga yaradi. Xo'jayin, men yemlab beraymi? Bo'ldi. Qochilash yemlashni o'zim qilib olaman. Atikashda sen qishimga kelgin. Sana topshiradigan muhim bir ish bor. Sen jahon ko'rmagan bola. Ko'zing kichik. Shunchalik pulni birma-bir sanash hojatmi? Sana deb qo'yay. Bu degan bir to'min. Bankining pul sanash apparatidan 2 qatim o'tgan. Sana 2000 yuanni ortiq berdim. Ha? Rahmat xo'jayin. Buningda chiqaraqni tepishni xohlamsan? Xohlayman. Albatta xohlayman. Men hatto tushimdimi boy bo'lishni o'ylayman. Xohlayman. Bo'ladamisa. At poyizga o'ltirib, bu qashteshini elib, qumulga berib, men ko'z tutmagan odamga topshirib bersan. Ish bitganda sana 30 ming yuan beraman. 30 ming? Biroq kutilmaganda saqchilar tarafidan tutilib qolsam, men hargiz demaysan. Hammani o'z ustingga olasan. Xo'jayin, qosh tishining ichiga qachilangani. Buni so'ramasangmi bo'ladi? Qachilangani nihoyat qimmatli narsa. Qandoq qilishga jur'at qila olamsan? Oldin 5 ming yuan beraman.
ish bitganda qolgan 25 ming yuan olasan. Agar chin turolmasang 25 ming yuanni ololmay qolmay, yana arzimas jiningdan ayrilib qolasan. ishlayman. Ha, bu gaping joyida. Ot ketisi bo'g'iz yemisi samirmaydi. Odam qo'shimcha pul topmasa boy bo'lolmaydi. Bu 5 ming yuanni hozircha hashlab tur. Bu xatni elib, Qumulga borgandan keyin mening ko'rsatmam bo'yicha molni topshirsan. Ma'qul. Bu xat hargiz boshqalarning qo'liga tushib qolmasin. Esingda tutdingmi? Xotirjam bo'ling. Jinimdan ayrilib qolsam-mu, mol bilan bu xatni hargiz yo'qotib qo'ymayman. Yo'ldosh, sumkalaringizni ayağa qo'ying. Saqchi boshlig'i, bu sumkada gumonliq narsa turdi. Kelib tekshirib bakkan bo'lsangiz. Xo'p, men hozirli boraman. Jira. Biz bilan bu yoqqa men. Nima ish bo'ldi? Ishxona kirib so'zlashaylik. Turinglar. Eshikni ichida nima bor? Ocha. 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 Bu qaştishi. Men qaştishi so'zi bilan shug'ullanaman. Unda emas-ku. Ishimizni ko'rib yiqinglar. Ha, oyoq berib o'lta. Ma'qul. Bunun qaçlandığını zəhərkən qo. Apırıb təkşirib peqanla. Sen cinayet gümandarını cinayi işler sakçı ettirtiği apırıb peqin. Bo'ladi. Oy, u yok qo. Ha? Qo'lala, tez. To'xta! To'xta! To'xta deyman! Hey, to'xta! Ne kaçsa? Bitirlama. Qaşqınanı bir görək. Qandaq ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Biror ish bilan kelganmidinglar? Siz Roşengil yo'q bo'lamsiz. Ha, men shu. Biror ish bormidi? Biz şəhərlik CX idarəsidən. Bizning sizni izlab kelishimizdagi sabab siz zar setish delosiga chetilib qoldingiz. Darhol biz bilan meng. Zahar setish. Bundaq bo'lishi
Mumkin emas. Sizlar xato tunib qolgan o'xshaysizlar. Qolgan gap bo'lsa atrofga borgandan keyin deyishayli. Hozir bizlar men. Qurbon, Mahmud, etminglar. Emin! Emin! Ha? Hey, sizlar! Ko'sangil! 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 Bosh bir oyoq deb, sizlarni najib bordigan deb. Ay, bu Ro'shangul obdan ayollaydi. Qanda xo'p, qonun xilop ishlarni qilib yurgandi, ha? Boshqalar bilan birlashib zahar setibdimiz. Ha, menimcha andaq emas-da. Shundaqkan qizi Bo'stonga xabar qilib qo'ysak bo'ladi. Topshirg'onni ishlab bo'ldingmi? Ishlab bo'ldim. Kash telefon qila. Ma'qul. Kiring. Ablamit müdür, sizden bir işini ötürmek istedim. Keling. Bu yoqqa kelib oldirma sizlar. Ablamit müdür, apam bilen enimni saqchilar zahar satgan deb gumonlanib tutib ketibdi. Apam intayin qoida usulli ayol, har ishni qilmaydi. Buningda cho'qim bir uvalchilik bor. Siz qonun mutaxassisi, men sizni apamning aqlg'uchisi bo'lishga taklif qilay dedim. Chataq yo'q. Ben bu havolani qabul qildim. Rahmat Ablamit müdür, siz apamning aqlg'uchisi bo'lsangiz, men xotirjam bo'laman. Sizningcha munda qilsak bo'lamdi. Ikkimiz birlikda opamizning aqlg'uchisi bo'laylik. Mening advokatlik kasbiy guvohnamam bor. Siz fuqarolar vakolatchisi bo'ling. Uning ustiga siz naq yaxshi o'qidingiz. Bu siz uchun bir yaxshi o'rganish fursati. Men bo'lamanmi? Bo'la olasiz. Menimcha cho'qim bo'la olasiz. Menimcha siz baş advokat bo'ling. Men sizga oq tirek bo'lib beray. Ablamit müdür, menga shunchalik ishonganingizga rahmat. Men bu ishni cho'qim tirishib yaxshi ishlayman. Hukumingiz nima bo'lgan? Unig'imi bir advokat deb beramda qandaq? Fakultetimizning advokatlar ish o'rnidagi Rahman qobiliyatli advokat. O daraq o'yinib beting. Enim Musa kichigidan yaxshi o'qimagan. Uning jinoyat gumondori bo'lib qilish ehtimoli bor. Uningga bir advokat taklif qilib bersakmi mayli? Men Rahmanning saviyasini obdan bilaman. U mening maktabdeshim. U burun fakultetimizdagi a'lo o'quvchisi. Ben Ablamit. Rahman, derhal mening ishxonamga chiqing. Sizga muhim bir vazifa chiqib qoldi. Menimcha Rahman sizga yordam qila oladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kirdingizmi? Seni bu ishni qilishga kim buyurgan? Menga aynan deb berishing kerak. Bu sening jinoiy javobgarligingni yeniklatmaslikda intayin muhim. Hech kim buyurmagan. O'zim xohlab qildim. Jinoyatni o'z ustingga ilishing vijdon azobimi yoki oqibatidan qo'rqibmi? Rahman advokat. Menga bunchalik mas'ul bo'lganingizga ko'p rahmat. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Sizdan o'tinib qolay. Mendan ortiqcha savol so'ramasangiz. Bu ishni o'zi qilibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Bunda qilib qanchalik bedel to'laydiganingni bilamsan. Sen rostli bosh jinoyatchi bo'lsang, sana o'lim jazosi hukm qilinadi. Bo'ladi. Obdaroq o'yinib boqasan. Agar menga yana deydiganlaring bo'lsa, baldiroq xabar qilib qo'yasan. Dilo ahvolni men sizlarga tanishtirib bo'ldim. Bu haqda sizlarning fikringizni anglab boqmoqchiman. Ablamit müdür, men aqlaydigan odamning ahvoli sal murakkab. Ba'zi alomatlardan qaraganda Musa agashkuchi jinoyatchi deb qiladi. Haqiqiy bosh jinoyatchi boshqa bir odam bo'lishi mumkin.
Aqlıqçı bo'lgan odamning mas'uliyati pakit ham qonunga asosan oqlanuvchining gunohsiz jinoyatining yenik ekanligini o'ttirib qo'yib isbotlash. Jinoiy ishlar mas'uliyatidagi material ham fikrlardan xalos qilish. Oqlanuvchining qonuniy huquq manfaatini qo'g'dash. Sizning yangi jinoyat gumonlarini fosh qilish majburiyatingiz yo'q. Bu taftish organlarining ishi. O'rtaqlashib jinoyat o'tkazish davomida bosh jinoyatchi bilan agashkuchi jinoyatchining o'rni, roli o'xshamaydi. Ular ustiga oladigan jinoiy ishlar mas'uliyatimi o'xshamaydi. Haqiqiy bosh jinoyatchini tortib chiqib, oqlanuvchining agashkuchi jinoyatchi degan o'rnini bekitganda, ondan men uning jinoyatining yenikligini isbotlayman. Shundaqla uning jinoiy ishlar javobgarligini yeniklatish fikrimni o'tirib qo'yishga asos sola olmayman. Kechiring. Siz mening ustozim, ham bevosita rahbarim. Men sal hayajonlanib ketdim. Afv qilasiz. Deganimiz to'g'ri. Shunga siz zo'r miqdordagi jafoliq inchki xizmatlarni ishlab, sotda kuchlik paketlarni o'ttirib qo'yishingiz kerak. Shundaq Abdumit muallim. Men cho'qim bu ishni tirishib ishlayman. Qandaq? Ben ufkumuzga tanıştırgan bu advokat bo'lamdi ekan. Rahmat sizga maktabdeshim. Mening bir ko'z qarshim bor, deb baxsam balkim foydalanib qolasiz. Qanday? Saqchilar hali qashteshin tekshirgan chaqda Musa nima uchun qochdi? Uning qechishdagi maqsadi meningcha hargizmi qo'lga elinishdan qutulish uchun emas. Sizningcha uning maqsadi nimadi? Qandaqdir bir muhim narsani yoshirish uchunmikin deyman. To'g'ri deysiz, haqiqatan aqlli ekansiz. Ras. Birinchi qatim men uning bilan ko'rish uchun tutib turish o'rniga borganimda u yalang'oyoq kirgandi. Balkim bu bizning tunji navbat tekshiradigan yipuchimiz bo'lib qolar. Musa, o'yinib bo'ldingmi? Deydiganim yana shu gap. O'zim qilgan ishga o'zim egiman. Sot echilish vaqti kun sari yaqinlashyapti. Sening mush arliqdagi qimmatli vaqtdan voz kechmasligingni umid qilaman. Bostan. Fikringiz Musa yanada o'zim qildim degan gapida chingtirib oldi. Biroq men yanada o'z ko'z qarshimda chingtiraman. Bosh jinoyatchi Musa emas. Musa agashkuchi. Bira ishingiz bormi? Bu lentiga Musaning hadisining so'zi elingan. Sizlar avval tekshirib beqinglar. Agar boshqacha gap so'zlar bo'lmasa, bu lentini Musa anglab baqsin. Bo'ladi, biz qoida bo'yicha ish bajaramiz. Ajiba bugungacha asosini topmayaptamsan. Qadrli ukam, endi g'aflatdan uyg'ongan vaqt keldi. Obdan o'ylanib boqqin. Sen ailemizning e'tiborli bolasi eding. Ular sening jamiyatga yaramli odam bo'lishingni umid qiladi. Biroq 20 yoshga kiray deb qolding. Sen bu oilaga zodi nima ish qilding? O'g'il ota-onaga javob qaytarish kerak-ku. Sen ular uchun zodi nimalarni qilding? Sen kichigingda yaxshi o'qimading. Sahar chekishni o'rganib olgandan keyin oilamizni vayron bo'lish girdobga olib qo'ydim. Dadam bilan opam mahaldagilarning oldida bosh ko'tarolmas holga tushib qoldi. Ukam, anglasam opam kuzatxona soqchilariga yolvorib, soqchi yo'ldosh, balam gunohsiz, hammani men qilgan, o'tinib qolay, balamni qo'yib bersanglar debdi. Opamning yig'lab qoqshab iltijo qilishlari kim uchun? Buni vijdoningdan so'rab boqqin. Ukam, sen menga nurg'un arzu-armonlaringning borlig'ini deytding. Sen Beyjingga bir borsam deytding. Cho'ng bo'qmushkamgacha poyezdga, aeroplanga chiqib boqmabdiman deytding. Kelgusing parlaq. Dadam sendan ayrilanmaydi. Opam sana chidamaydi. Menmi sendan ayrilib qilishga chidamayman. Ukam, optara o'ylab boqqin. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Malni avatdim. O'z bahosiz etib, pulini darhol avatib bering. Amina. Bosh jinoyatchi Amina qonunning to'rg'i tushgandan keyin opam ehtimol qutulib qolar. Mushu paketga asosan Musaning jinoyatini yengillatgili bo'ladi. Bosh sotchi,
Men ham G'arbiy Diyar universiteti Tangritog' advokatlar ish o'rnining mudiri ustozim Ablimid javobgar Ro'shangulning oqlig'uchisi bo'lishni o'rtab ustimizga oldik. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan. Zar yetkash jinoyati, zar setish jinoyati o'tkazgan deb shikoyat qildi. Zarga o'shirgan qash tishini pishiqlab ishlab jinoyat quroli bilan ta'minlagan. Bu zar yetkash jinoiy delosidagi agashkuchi jinoyatchi bo'ladi deb bekitdi. Bizning qarshimizcha yuqorqi ayblashda pok to'liq emas. Qonunni muvofiq qo'llanmay, jinoyat bilan jinoyat emasning chek-chegarasi ojizlashtirib etilgan. Birinchi, davlatimizning jinoiy ishlar qonunida jinoyatning turg'izilishi, maqsadli jinoyat o'tkazish degan shartga qat'iy turishi kerak deb belgilangan. Demak, jinoyatchi o'z qilmishining jamiyatga keltiradigan ziyinni aniq biladigan, bu xil oqibat keltirgan psixologik pozitsiyani umid qilishi yoki bo'lishi qo'yayotgan bo'lishi kerak. Javobgar qashtish o'yma ustasi. U xaridorning talabi bo'yicha qashtishni pishiqlab ishlab bergan. U haqning qashtishni nima ishlatadiganligini bilmaydi. Ishonimizki, sud Ro'shanguldek mushundaq ixlosman, oq ko'ngil, qoida yo'sulliq. Eriga, farzandlarga mehribon yuz ayoli qarta, gunohsiz deb bekitish oldingi sharti ostida o'z vaqtida hukm chiqarib qo'yib berdi. Har qaysinglarga rahmat. Qaltis, yo'lliq, pokitlik, ovozingiz hissiyotli, yaxshi so'zildingiz. Baş sotchi, so'roqchilar. G'arbiy Diyar universiteti Tangritog' advokatlar ish bajarish o'rni javobgar Musaning tuqqunining havolisini qabul qilib, meni javobgarning aqlig'uchisi qilib avatdi. Javobgar Musami buningga qo'shildi. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan, zahar setish, zahar yutkash jinoyati o'tkazgan deb shikoyat qildi. Mening qarashimcha, birinchi, ayblig'ichi organning davolash hukumiga atgan jinoyati to'g'ri emas. Ikkinchi, mening davolash hukum birinchi javobgar bosh jinoyatchi qatoriga kirgizildi. Meningcha bu muvofiq emas. Ayblig'ichi organ yangi bir jinoyat gumondorini tushirib qo'ygan. Dal shu jinoyat gumondori haqiqiy bosh jinoyatchi. Mening davolash uchun bo'lsa agashkuchi jinoyatchi. Agashkuchi jinoyatchilar qarta yeniklatib jazo bersa yoki jazoni kechirim qilsa bo'ladi deb belgilangan. Bu men ta'minlaydigan yangi paket. Buni sotdan ko'rib beqishni umid qilaman. Jinoyatchi kimdir? Deloda zo'r o'zgarish bo'lg'achqa, yanimi ilgirlab tekshirishga to'g'ri keldi. Hozir sud yetildi. Qachon ochildiganligini ayrim uqtirish qilamiz. Menga chaqirib nima qilsa? Sudtiki ishni bilgansiz. Baxıningizni ko'rdim. Ayting, jiddiylashmay tura olaymanmi? Musaning hayliq aqlig'uchisi tig' uchini menga qartavyotdi. Yana texi bosh jinoyatchi tartib chiqarilmadi deyapti. Musaning bu ishni sening ko'rsatmang bo'yicha qilganligini faraz qilgandim. Farazim to'g'ri chiqdi. Putumni meyib qildim. Xotinim bilan balamni balog'i tiqdim. Sen bizni xoni bayron qilmoqchimi? Sen zaharli yılanning zodi nima maqsadi bor? Emin aka, sizga yuz kelmayman. Oilangizdagilarga yuz kelmayman. Men 100 ming tayyorlab qo'ydim. Hozirla yiningizga opirib beraman. Putingizni davolatdingiz, kelib putingizni davolating, nemish qilsangiz mayli. Emin aka, pul tegishmagan amalini qilib beraman. Jon hayot qolsa nima qilib bo'lmaydi. Navoda men turmaga kirib qolsam, sizlarga yordam qiladigan odam yo'q. Amsam advokat Rahman Bo'ston bilan birlikkan. Munosabatimiz yaxshi ekan. Emin aka, Bo'ston uningga deb baqqan bo'lsa, u advokatlikdan voz kechsa, barliq chiqimni men to'lagan bo'lsam, bo'lamdi. Emin aka, o'sha bir qitim meni kechirib eting. Men buningdan keyin yaxshi odam bo'laman.
Emin aka. İkimizning 10 yillik munosabatimizning yuzi uchun o'tinib qo'y, meni qutqizib Ishni echib. Siz buni. Anlasam Amina qo'lga ilinibdi. Taftish mahkamasi uning ustidan shikoyat qilgudek. Amina nima uchun o'qib qolgandi? Nima? Bo'ston. Siz uni tanimsiz? Ha. Javobgar Amina Tosh, sen eng oxirgi so'zingni bayon qilsang bo'ladi. Jinoyatimga qarta hech qanday gapim yo'q. Biroq intayin muhim bir ish bor. Demsam bo'lmaydi. Agar mush paytda demisam, menga endi deyish fursati yo'q. Bu mangu yeshilmaydigan bir sir bo'lib qoladi. Emin aka, siz bilan maslahatlashishga ulguramadim. Hem çoğlanma tegmedi. Muş günlerde gelimden hıza ötmeydi. Közümge uyku bağmedi. Kızım hayalimden ketmedi. Bostan, siz emin ikimizden boğan bala. Kızım Bostan, anlap durun. Şu çağda qilgan ishimga qattiq pushaymon qildi. O çağda emin ikkimizdan siz opirida bo'ldingiz. Men erimning meni qo'yib etishidan qo'rqib, sizni boshqalarga berib etishdan ansirab, amdila bir oylik bo'lganingizda sizni eminning ishiga oldiga tashlab qo'ydim. Shuning bilan Ro'shangul sizni beqib cho'ng qildi. Biroq siz nimani degan bilan mening yurak bag'rim. Sizni mashina soqayotganda sizga men qon berdim. Ikkimizning qon tipi o'xshash. 18 yoshga to'lgan kuningiz sizga sovg'at qilgan zanjirni tug'ilgan kuningiz bilan men dastlabki sizga qo'ygan muhabbat degan ism o'yil. Ro'shangul, mening shartli nomerim 355. Bu raqam esingizdadir. Siz buni Eminning chaqiruvsida ko'rgan. Endi tushungansiz. Qizim Bo'ston, mayli menga nafratlaning, sizdan og'rinmayman. Sizga yuz kelanmayman. Bilaman, sizga ona bo'lishga loyiq emasman. Men onalik burchimni yaxshi ado qilaman. Dada, o nima deb jaylayotdi? Yo'q, bu mumkin emas. Mening birla opam bor. Uning ismi Ro'shangul. Hozir sotimiz vaqtincha to'xtatiladi. 10 minutdan keyin davomlashtiramiz. Hozir hukmni e'lon qilamiz. Sotimiz jamiyat muqimligini qo'g'dash, xalq omisining jismoniy sog'lomligini kafolatga ega qilish uchun Junqa Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 347, 22 ham 13 moddalaridagi belgilamalariga asosan tövendikidek hüküm çıkardı. 1. Javobgar Amina Tosh zahar setish jinoyati ham boshqalarni zahar chekishga aldab qiziqtirish jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi bosh jinoyatchi deb qarilib o'lim jazosi berildi. Siyosiy huquqidan mangu mahrum qilindi. 2. Javobgar Musa Emin zahar yetkash jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi agashkichi jinoyatchi deb qarilib muddatlik 7 yillik qamoq jazosi hukm qilindi. 3. Javobgar Ro'shangul Yaqub gunohsiz qo'yib berilsin. Sotimiz oxirlashdi.
Ukam. Ukam, meyislenmegin. Optan adam bulup çıktın. Bostan. Yenimge kelgen bolsunuz. Kızım. Meni bir qıtım bolsumu apa dep çaqırgan bolsunuz. Boptu, sizni tanıyıp koymay kızım. Çaqıramısınız boptu. Men pat arada bu kişilik dünyadan gidimen. Men taqat bu dünyadaki en iliq atam bolum. Al hemra boluşum pek menet kılattı. Rahmet. Ben o dünyaya bağlan. Sizden bu apa diyen sözünüzni özümge hemra kıladım. Rahmet. Allah. Muhabbet sevgiga